Tegilarni olsa şey qo'yib qo'yamiz. Shilta qilib tashlamasligi uchun. Xudo xohlasa yaxshi qilaman, qonni to'q. Tegidagi betalarni yoyib yubordik. Ham yeyishadi, o'zligi to'g'rilar. Tegi qurib o'tirish uchun eskirganroq betadi. Ham yeydi, ham suturadi tegi. Sabzilarni beramiz. Sabzichalar tashlaydi. Bularni qarg'ib bo'lmaydi. Zo'rshim bilan kech-kech turishadi. Suvlari, suyungi katta suskasi. Buniki ham mana. Jigarning yoni visi yo'q edi, alohida turgandan keyin ancha vis olib qopti. Bu ham. Shu yoqda bir bahorgacha olib chiqsam, mashinada shularni Xudo xohlasa zo'r mashinaga yeb ichib tursa, ham o'sadi, ham yanada vis olib tug'ishga yaqin bo'lib qoladi. Ham sarvini mart oylarida bitta chiroyli erkak quyon topsak, qo'shib turib bolasini olamiz. Burgun quyon topsak, burgun bola berishi mumkin, chunki rangi tortadi. O'zi buni qonida ham borga o'xshabdi. Ranglar shunaqada. Men bunga qiz bola she'riy olib kelaman, xudo xohlasa. Pul yo'q. Hammasini qilamiz inshaalloh. Sabzini hozir arzon payt tushirib olish kerak. Qop 35 ming 40 mingdan bo'lyapti. Birinchi partiyani 35 mingga tushirdim. Ikkinchi partiyani 40 mingga tushirdim qop. O'sha hali birinchi partiya qopni yarmidan ko'pini yeb bo'lishdi bular. Faqat bular emas. Bulardan tashqari ikkita katta samka bilan bitta katta samisimiz bor. Ham yeydi hammasi. Ingirchilatib. Shu bir kunda o'sha mashina yeb bo'lishadi, bir kunda. Keyin tashlab qo'yaman, yana yeb o'tirishadi. Zarari yo'q sabzini. Qo'shimcha vitamin sabzi bular. Hamma o'rtasi setka edi, yupqa setka bo'lgani uchun yonlaridan o'tib turishdi. Keyin panerini oldimda, setkani oldidan to'g'rilab qo'yib, paneri uzunroq ekan. Alohida qilib qo'yildi. Yo'qsa oq erkak quyon buni tinch qo'ymayapti. Yopishyapti, turg'ochi-da bu. Bu erkak. Har kun video qo'yishga harakat qilaman. Boshqa quyonlarni ham olamiz.